Xitoydan 4 xil turdagi juda ham neobычный ko'rinishga ega bo'lgan jurnalist stoliklar olib kelgan edik. Hozir ushbu jurnalist stoliklarimizdan 3 xili qolgan. Mana buni ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi xildagi stolimiz. Ushbu jurnalist stolikimiz 3 xil qismdan iborat va har bitta qismi ko'rib turganingizdek anaqa aylanib har xil ko'rinishga ega bo'ladi. Bundan tashqari buni anaqa tortmasi ham bor. Bemalol bu yoqda narsalarni, pulinglarni saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Ikkinchi xildagi stolimiz u ham umuman neobычный boshqacha ko'rinishga ega. Mana tepasini ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa o'yib ishlangan dekor qismi. Buni ham tagida anaqa aylanadigan bemalol tortma qilib ishlatsa bo'ladigan qismi ham bor. Uchinchi xildagi stolimiz. Bu stolimizni Vento deb nomlaganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, anaqa neobычный past ko'rinishga ega. Buni yana qo'shimcha yonida ukasi ham bor anaqa. Kichkinagina jurnalist stolik. Bu stolikimizni ustida koja bilan qavilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Hech qanaqa choki, ulog'ini umuman topolmaysizlar. Idealniy qilib ishlangan. Hammamiz stolimizni usti shpondan, shponini gulini ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, juda ham neobычный ko'rinishga ega bu ham. Ushbu jurnalist stoliklarimizdan hech qayerda topolmaysizlar boshqa. Ating 3 ta dona qolgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.